20 asrning boshlarida dunyoning har qaysi joylaridagi davlatlar uzluksiz urush qaynamaga kirib qoladi. Zolimlar va mazlumlar, g'oliblar va mag'lub bo'lganlar urush patqiga petib qoladi. Madaniyatimizning ichinishlik nolisi dunyodagi kuchliklar o'zining ta'sirini, boylig'ini va kuchini oshirish yo'llarini izlagan saltanatli rimliklarning hashamatini yangidan yoritish xiyollari bilan to'lgan bir vaqtga to'g'ri keladi. 1911-yilga kelganda Italiya tuproq ovchiligiga qo'shilib qoladi. Oq dengizning ostidagi Liviya, Trablus, Beng'azi, Zavara va Darna tuprog'ini nishon qilib askar chiqaradi. Yerli xalq oldingi saflarda urush qilish orqali ishg'oliyatchilarga qaqshatqich zarba beradi. Shuning bilan urush oyga chiqmaydigan bir holatga keladi. 1922-yili Italiya cho'ng bir o'zgarishga qadam qo'ydi. Mussolinining diktatorlik davrining boshlanishi, bostirishi bag'ansiri kuchaygan fashist kuchi oldida yerli xalqning chidamchanligimi shu nisbatda eshib boradi. Dunyoga hukmronlik qilamiz. Bundan keyin faşistning şanlıq bayrağını yulduzlarga ko'taramiz. Yulduzlarga. Tayyorlan. 1929-yili. At! Ölük, yani ölük. Tushunamadim. Badivilarni yengen turug'liq, Nemishqa qo'lga keltirgan g'albamga yana harbiy kuch ishiltiman. Generallarim doklad berish kerak. Biri o'ziga g'albalik tantanasini bildirgan, yana biri menga mag'lubiyatini bildirgan bir doklad yozish kerak. Tushundinglarmi? Bu bundaq davomlasa bo'lmaydi. Buningga men yo'l qo'ymayman. Bu yeşillik. Mana bu yeşil munbat tuproqlar, mukofotinglar, qog'onlari, qahva rangdagi qog'oz. Berib hokimiyatimiz chegarasiga oladigan yuraklik birsini saqlab o'tdi. Graciani. Men bilaman. Ha, 20 yil. Bu urushda natija olamay 20 yil o'tib ketdi. 5 yil ichida Liviyaga 5 vali avatdim. Yo'q! Faşistlarning askeri mantiqasida bundaq jiq badal to'lashga bo'lmaydi. Biz kim o? Yeni Şafaqning xabarchilari. Kimlar bilan urush qilyapmiz? Qumliqdagi badaviylar bilan. Ularni bu yerga olib kelish kerak. Isyon bostirilish kerak. O isyankorning ismi nima edi? Ömer Muhtar. Nima? Ömer Muhtar efendim. Ha, Ömer Muhtar.
Bilesiz general. U yerga avatgan dehqonlarni xuddi esil mehmon saroylarga o'rlashtirgandek va ko'p pul ketdi. Buningda cho'qim bir xatolik bor. Yo'q. Bir to'p badviylarning 40 million italiyalikning ilgirilishini to'sib kelishiga ruxsat qilmayman. Sizga Liviyani berman general. Hech bo'lmaganda ularni qo'rqita olg'idek nom sharpangiz bor. Men isyoncılarni yenjigan vaqtimda buni bir askarning saf vijdoni bilan qilaman. Bu Ömer isyandan burun nemish qilar ekan to'q. Muallimkan efendim. Muallimmi? Shundaq. Menmi muallim edim. Diqqat qilgin. Senmi sendan burun ketgan 5 kishidek bo'lib qolmagin. G'alban qat'iy bo'lsin. Shundaq. Men harakatdan xush bo'laman. Liviyaga beringlar. General. Ömer Muhtar'ını tutup kelinglar. Bo'lsa par beringlar yoki kallasini yanchib etinglar. Nihayet şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Mihriban Allah, Kur'an'ı ta'lim verdi. İnsanını yarattı. Onunla sözleşni öğretti. Gün bilen ay. Muşya to'xta. Kur'an'ның hamma surasi nemishqa ait shafqatlik, mehriban Allah'ның ismi bilan boshlanadi. İşçilardan qaysinglar bilasizlar? Çünkü ulug' Allah'ның ismlaridan biri shafqatlik bo'lganligi uchun. Shundaq, to'g'ri. Undaqda Allah shafqatini qanday ko'rsatadi? Sen degina. Çünkü insanlarga gap qilishni o'rgatdi ustoz. Shundaq gap qilishni. Hamda o'qiganlarimizning orasida yana bir narsa bor. Qaysinglar buni deb beralaysizlar? To'xtanglar. Sizlarga bir misol ko'rsatay. Taraza ustoz. Shundaq, to'g'ri, taraza. Undaqda Allah tarazini nimishqa yaratdi? Balalarim, Allah tarazini nimishqa tampon qilib yaratdi, ha? Chunki tamponliq bo'lmasa, hamma narsa chechilib buzilib ketadi. Endi yozganlaringlarga qarab boqay. Hamma narsa rostilla chechilib ketyapti mana, ha?
Bunu dadınızga apırıp berin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ömer Muxtar qayerda? Ha, Qenimatari, qandaq yangi xabarlaring bor? Yangi bir vali. Ha, yana nima? Davomli shirdak keladi. Salom saatsiz. Va qeri o'shkilardek qaytib ketishidi. Bu qitimqisi kimkan? Gritsiyani, Bizans qasbi. Gritsiyani? Uni buyag avatidiganligi aniqdi. Bu bir yangi hujum deganlik. Dadam mundaq deydi. İnsanning belini pükkan zarbalar uni kuchlantirdi deydigan. Gritsiyanining ko'rdigan kuni bor texi. Gritsiyanining qonxo'r ekanligini angladim. Bu so'zlarga ishongim yo'q. Ammo ishonmayman, amalim yo'q. Qachon keladi ekan? Beyin g'azini uning uchun tayyorlanyapti. Hanımlar, efendiler. Ali Cenab General Gritsiyani, Çirene valisi, Şahzade Amadeo Avusturya geldi.
Büyük imparatorumuz için. Ya. Rahmet köpçülük. Aramızda hanımlar da. Erkin azadı bulunla. Tansı devamlasın. Muzika. Komandan Sarsani. Senyor Tomelli. Missionerlarning ko'rishgisi bor ekan. Oho, Davidji. Beng'azi xush keldingiz. Kun bizga o'xshash cho'lda qolganlarni qapqara qilib etyapsa, siz oppoq aqirib ketibsiz. Ben onun bilen sözleşkili geldim. Qani marhamat. Kaşki Avrupa bizden bu yerda nima ish qilayotganimizni bilsa edi. Hech bo'lmaganda İtaliya bilse. Biroq biz Liviyadagi hamma narsaning suratini tushirib arxivga selyapmiz. Qachonli bo'lsin xalqimizda qilamiz. Siz menga bu vaqtda jiqqa qilmang. Sizlarning xalqaro jani va to'xtamini e'tirof qilmaydiganliginglarchu. Bo'ldi, qiling, Kolinel. Polkovnik Dido diyece. Şundak. Polkovnik Dyudichi. Dido diyece. Siz doğruluk bazı dokulatlarını okudum. Bedeviler bilen kol ilişki körüşüp dost bulalaydı ekansiz. Bu bizning ular bilan do'st bo'lishimiz uchun hammasining gelini siqishimiz kerakligini bildirdi. General turdigan qal'aning sirtida qo'g'langan 5000 badaviylar bor. Ular berdigan ochliqimmi yo'q. Ularni kontrol qilolmayapman. Kerak bo'lgan. Sizga kerak bo'lgan narsalar qisqa vaqt ichida bu yerda hozir bo'ladi. Bu odam kim? Bozor boshlig'i Elgaryani. Bizga uning ko'p foydasi tegyapti. Ömer Muxtarning konu do'sti. Foydasi tegyapti, shundaqmi? Shundaq. Uni bu yerga chaqir. Menchi sizmi uning ishonisiz? General Graziani o'zlariga bozor boshlig'ini taqdim qilay. Ömer Muxtarni tanıydı ekansiz, shundaqmi? Shundaq, tanıydım. Uning taslim bo'lishi uchun nima qilishimiz kerak? Bilmayman. O kichik vaqtida u bak jahil edi. Agar sizga qandaqli yordamim tegsa, men o'zimni nihoyat xushal his qilaman. Bizning qo'limizdan qanchalik ochiq ekanligini ko'rib qolasiz. MTM Jenior, sizga jiddiy uchur keldi. Saqlayamamdi. Mehmonlarimizning kayfini uçurup etdik. Kechiringlar. Pilamin shu kelgan xabarlarni darhol o'qimaganligi uchun yo'qitib qo'yganligini deyishdi. Bu nima? Zayoq ketgan bir harbiy harakatmi? Ha? Qancha İtaliyalik o'ldi? O'lgan 20, yardar 50 askar bor efendim. Yana qochirib qo'ydinglar, shundaqmi? Ha, shundaq. Bu qaytim uni ko'ralepti. Ko'ribdimi? Ko'rganligini qandoq biladiga? Burun uni ko'rib baxmagan tursa. Bak yaqindan ko'ribdi. Ömer Muxtarni ko'rganligi aniq ekan. Balkim ularni faqat uni ko'rish jasoratiga ega bo'lgan sababli mukofotlashim kerak. Bu yerda har qanday bir yerda bo'lishi mumkin. Tumanli, sen başka bir kuchlik birlikka bosh bo'lg'in. Endi sen Ömer Muxtar xiyolidan voz kech. Uni ko'rmaslik sizlarning kallanglarni tormozlab qo'yibdi. Qonning orqasiga tushinglar. O'limning orqasiga qaranglar. Hamma badaviyning ichidagi isyonning pegiga tushinglar. Muxtarning odamlari tartib bilan urush qilyapti. 3 oy Muxtarning kaynida, yana 3 oyning ichida, uylarda tinchlik ichida. Tumanli.
bizga tinchlik yo'q. Geçip oynayalım. Kaçınlar. Uyuңlar kirib ketinglar. Taliya askarlar kelyapti. Ayçiçeğini geldi kaçınlar. Kaçınlar. İsmail. İsmail, akıllı yardım kıl. Ay Allah, içki kirip ketinglar. Tez. Erleni sepki tizonla. Tuz turaş. Sen turaş. Ha. O taraftaki üçünü. Ve arkadaki iki kişini. Ha. Yana. Yani o yaş yigitni. Aranladın ba'zilar tanlandi. Ömer Muhtar bilan 3 ay beka lag'aylab yurgicha 1 yillik muhim ish qildisizlar. Beshinglar aram topadigan yerda. Muhtarga berdiganlarini, ya'ni hamma narsaning yerimini ko'ydiringlar. Hamma narsaning yerimini. O'qdi gitdi efendim. Demek Muhtar bilan birga urushganda yaralanding, shundaqmi? Bizga nima ishlarni deb bersan, ha? Zuvaningni ichib gap qil. Shundaq yig'laysan. Buni o'zing xohlading. Uni o'ltiringlar. Yo'q, yiroqda emas. Mushu yerda. Uning qandoq o'lganini tomosha qilishsin. Allah üçün onun dua qilib vaqt beringlar. Yuvash bo'lgan qiri o'chga. Lan! Dada! İsmail.
Beni kaybettin mi? Beni kaybettin mi? Beni kaybettin. Gepimni anglang ana. Cho'qim bir ish qilishim kerak. Bechora Oyisha qizim yog'li qichib qopti. Ah xudo! Cho'qim bir ish qilishim kerak. Cho'qim! Ular uni o'ltirayotganmidi? Ulanı ko'rdim. Akam va Oyisha hamda dadamning hali qarang. Men Umar Muxtarning yine ketiman. Sen de kichik o'g'lim. Tag'i vaqti kelmadi. Men endi cho'ng bo'ldim ana. Men endi cho'ng bo'ldim. Ketdi. Sana ihtiyacım var. O yerden ötüş gerek. Bu yerler bizden tüpürük emas. O yerde. Bo'ldi. O yerde bir tal kesten çıktım yoşuranmaymiz. Ustoz ular keldi.
Hammasi tozalandi efendim. Yana bir tarafini tekshirib beqinglar. To'xtanglar! To'xtanglar! Bu ularning izi o. Ularni oxiri qo'lga tushirdik. Muxtar tugashdi dedigina. Tez mayli. Bo'ldi efendim. Ha, atqa meninglar. Bek tez ketyapti. Jenidan to'ygan o'xshaydi. To'zoq tushdik. To'malik quturishimiz kerak. Nima ish bo'ldi? U zodi nima ish qilayotgandi? Balkim ogohlantirishdi efendim. To'xtanglar! To'xtanglar! To'xtash! Giyagi. Bir narsa ko'rdingmi? Yo'q, hech nima ko'rmadim. Yiroqlashib ketyapti. Yetishib olganligimizga ozlik qolgan edi. Agishinglar, ninglar? Yetinglar!
Atlarga qaranglar. Bayrakni elang ustoz. To'xta! Biz əsirlarni o'ltirmaymiz. Ular bizni o'ltirdi-ku. Bu insonlikqa yarashmaydi. Biz degan haqiqiy inson. O texi bir bola ekan. Al. Generalınğa degan. Bu yerga munosib emas. Ömer Muhtar geldi. Mücahitlerimiz geldi. Ömer Muhtar geldi. Ömer Muhtar geldi. Ömer Muhtar geldi. Mücahitlerimiz geldi. Ömer Muhtar geldi. Ömer Muhtar geldi. Mücahitlerimiz geldi. Mücahitlerimiz geldi. Ustoz. Ben onun Kur'an'ını ip geldim. Allah kullardan yüz örmeydi. Bu yerga kelgin, oğlum. Senin ismin nima? Ali. Ali. Bu kitap senin. Ananga degen. Bu kitapni senin uchun saqlasin.
Oğlunuz sizni bundaq yig'layotganini ko'rmaslik kerak. Bir kuni ular urushni davomlashtirdi. Balalar bizni yaxshi eslash kerak. Kuchlik, ishonchiga to'lgan va hech voz kechmagan. Siz ishga kirib keting. Biz berib Matari bilan ko'rishaylik. O yerda ekan. Matari, bu do'stimiz Ali bo'ladi. Bu Abu Matari. Uningmi sanchilik bir o'g'li bor. Ammo bu yerdan bek yiroqda. U uni bek seg'indi. Endi biz ishimizni qilaylik. Yarashdi. Xuddi olimlarga o'xshab qolding. Yana uni menga bergin, bo'lmasa xat o'qiyolmayman. Endi do'stlaringni yeniq berib ularga qarab boqqin. Yo'qitib qo'ydik. Bir guruh askar va bir yunivik mashinalar bir urush qismdan bizga qog'ini faqat mushular. Men Liviyaga qaroqchilar tarafidan o'ldirilish uchun keldim. Senyor Tumalli eng yaxshi ofitserlarimizdan edi. Bu yosh yigit sharafimizni qo'g'dab qoldi. Bayrog'imizni qaytarib keldi. Ammo efendim, uni bizga berdi. Shundoq. Shundoq, sharaf medali bilan sharaflantirilsa. Askarlik hayotimda zafar qushmay qaytmadim. Men sizlarga shuni deb qo'yayki, biz bu yerda Muxtar va uning 200 odami va bu yerdagi 50 odami bilan urush qilmayapmiz. Bir millat bilan urush qilyapmiz. Rimliklarga mas'uliyatim bor. Shuning uchun bu mamlakatda isyonni yo'qotish uchun keraklik muhim bo'lgan 3 odamning birini atayman. Aslida bek oddiy, buni burunli qilishim kerak edi. Badaviylarni karantinga ilish taklifini qo'yma. Karantin qalamdiq? Shundoq. Sim to'rlarning ichiga yig'ib olish lageriga. Qarshilik kuchi bo'shab, tugaganga qadar shu yerda tutma. Hech kimga ich og'artmayman. Buni ular o'zlari xolidi. Quduqlarni quritib etamiz. İtizlerini köydirib etamiz. Daraxtlarni yo'q qilamiz. Tuproqlarni qup-quruq qilib etamiz. Bu tuproqda hayotini davomlashtirolmay, tashlab ketishga majbur bo'ladi. Agar qarshilik ko'rsatsa qanday qilamiz? Isyonni rimliklarning qo'llangan usuli bilan bostiramiz. Har 10 odamning birini o'ldiramiz. Bu urushni sulh qilish, aloqa o'rnatish orqali oxirlashtiramiz deyish ahmoqning ishi. Biz bu yerdagi hukmronlik kuchga qarshi urushimiz. 500 ming odamni sim to'saq bilan qo'rshovga olamiz. Bu g'alabalik boshlanish bo'ladi. Biz buni cho'qim qilamiz. General. Badaviylar behuda o'lyapti. O'lsa o'laversin. Boshqa savol bormi? Karantin elingan 500 ming odamlardan boshqalarni jazolamdiq. Efendiler, Badaviylar urushda mahoratli xalq. Ular bizga ziyon yetkazishdan burun hammasini yer bilan yakson qilishimiz kerak. Hammanglar gapimni anglanglar. Isyonchi va osiy bo'lganlardan har 10 odamning biriga o'lim jazosi berildi.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kızlara ot koyun la! Ot koyun la! Ot koyun la! Hadi kömbet la! Kömbet eydi! Hemmeylerini ep gitipti. Bundaq urushni kimmi davomlashtira olasan? Qo'shinga qarshi emas. Ma'sum insonlarni o'ltiryotidi. Ular girdikilarning to'lisi o'lib ketadi. Bechoralar gunohsiz va chorasiz. Bu bizning xatoligimizmi yoki tanlashimiz? Osmon zaminni yaratib, uni muazzinat holatga keltirgan Allohga hamd sanolar bo'lsin. Hurra! 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 Hurra!
Ömer Muhtar ketdi. Allah şükürler olsun. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Kıyametler olsun. Düşmanlar kelivatında tez bana Kaçış bursanglar ba. Derhal qo'linglar. Ismoilni keting. Meni o'ylama. Tez bulunlar tez. Tez kaçınlar tez. Tez bulunlar. Derhal qochinglar. Yarakışık gitaylar tez bulunlar. Tez kaçınlar tez. Tez bulunlar. Yarakışık gitaylar. Tez kaçınlar tez. Uyan gel. Bu taraftan tez. Tez bol oğlum. Atqı mingel. Men geçtavatım tez bol tez. Matari, İsmail'ni ep kelgen. Atışki adamni kötürenmeydi. İsmail bunu bildi. Mağayli efendim.
Demek o cesur balı sen. Muhtarni mendin kovduğun cesur bala. Neymiş ki bunda kıldın? Tehi yaş gelse, aldığında istikbalın var. Gene digine. Yaşaşını halamam sen. Digine. Onun yaşını bekrak qalayman. Mukammal bir askar bo'lalaytdingiz. Bizga qaytilishni xohlamamsiz? Mendumi bek merhametsizkensiz. Onu bir yerden et çıkıp. Nimi halis şunu beringlar. Meva, tamak. Qo'sig'ini yaxshi bekinglar. At tang otqanda darg'i isinglar. Bu yerda eng oddiy harakatimiz bilan tarixni yozganligimizdek haqiqatsizni beharom qilmamdi general. Rimda chiqqan gazetda kichik bir paragraf bo'lsa-mu, Küçümni tilga oldingiz. Xiyolimga keltirmabdimi? Mening uchun Rimning ostidagi bir kun Liviyaning xiyolidagi bir avloddan muhim. undaqda Rimni unutib, faqat Liviyani eslasa qandoq bo'ladi? Beshingizni bularga qattirmang. Tarixni biz yozamiz. Liviya bizning tikandan yasalgan tojimiz. Külkülek. Liviya faqat bir sharafdir. Ularni çölde görəməyimiz. O taraflarga berish uchun bu qum marhalarini tizginlashimiz kerak. Bu yerdan bu yergacha. Bak oddiy, shundaqmi? Yo'q, undaq emas. Ammo cho'l boyavan, qop-quruq. U yerda hech nima yo'q. Shamol va qum. Bir tal foydasimi yo'q. Bizga nima foydasi tegadi? Rimliklar uchun shuhrat. İmperiyaning cho'ngishi. İnqilobni tog'lar bilan chegaralash. İsmim ve qo'shin tarixiga qo'shiladigan yangi bir bat. U cho'l bayovonni tizginlamak unchalik oson emas. Sizga bir yangiligim bor. Kral. Ho, dal vaqtida keldingiz, diyor diyece. Qani o'tiring. Rahmat. Bir qo'l elishi bilan tinchlikni barpo qila olgan odam. Buni qiling. Qumliqning o'ttirsida hurmatlik Umar Muxtar bilan sulh qilishadigan bir bargoh quring. İqtidoringizni ko'rib boqay. Lekin bu hozir osonga to'xtamaydi. To'g'ri, ammo buni qilishingiz kerak. Ömer Muxtar bilan ko'rishishda oldingi shartlarimiz nima? Oldingi shart yo'q. Butun Liviya talash tortishda. Obdan qarang, ko'mayapsiz. Bu yerda biz ustalga yaxshi niyat bilan kelyapmiz. Biz bilan 20 yildan bir urush qilyapti. Biz tanıydigan konu düşman. Hozir qadar qilgan butun gaplarimizni angladi. 20 yil uzun vaqt. G'alaba qilolmaydiganligingizni bilgan holda, isilishdan 20 yil ketishning nimadan derak berdiganligini bilasiz. Bu urush bir umiddir. Konu gaplar bilan Umar Muxtarni emas bir sarangni oldiqla bo'lmaydi. Janoblar nomiga ko'rishishlarni qachon boshlayman? Aldıravatsız. Ömer Muxtar ile paranlaşkanda onun kallısını kaymak durun. Emma
Gap qilishni xolisi nima uchun, gap qilmasa nima uchun, bu bek muhim. Bo'ldi. Sinab baqaman. Ko'p rahmat. Dal vaqtida kelganligingiz uchun rahmat. Bek astoydil ekansiz. Rahmat. Bu ishmi bitdi? Diyodicha bu ishning odami emasdi. O Muxtarning qabul qilolmaydigan narsalarni talab qiladi. Muxtarim uning beramaydiganlarini talab qiladi. İşlarning yo'lida mengishini xohlamaydigandek tursiz. Menga shundoq bilindi. Menga uvol qilyapsiz. Albatta. Men tinchlik talab qilaman. Tinchlikka erishmoqchi. Siz qudrat topgan vaqtingizda qalbingizmi tinchlikka o'xshaydi. U menga tinchlik bermaydi. Vaqt berdi. Vaqtga hojitim bor. Demek bu qir ekan. Askarlarimiz shuncha yillardan beri bu yerda, ammo uni tunji ko'rgan biz. Qumluq yo'lvisi. Assalomu alaykum. Polkovnik Diyodochi, sizmi? Shundoq. Qani marhamat. Bu yoq polkovnik Varillo. Bu yerning askar valisi. Bu yoq komitet a'zosi Lobitto. Bizga maslahat bergili Rimdan keldi. Shundaqmi? Bizni bu yerga paranglish uchun chaqirtdinglar. Biz keldik mana. Hazratlari, meni orzu qiladiganim İtaliyaliklar ve Araplarni o'xshash manfaat ichida ko'rmak. O'rtaq manfaat beradigan bir kelajak taklif qilaman. Kishilik ve hunar tijorat. Bizning madaniyatimiz, sizlarning kulturinglar, fazilatlarning birlashishi demak. Misr ve Tolos hukumatlarining vakillarimi bu yerda bo'lishini arzu qilaman. Ular bu yerda bo'lishi kerak. Meningcha bo'lsa, bir minut ruxsat qilasiz. Badavilar erkin bir millatga o'xshash, boshqa davlatlar tarafidan e'tirof qilinishini o'ylaydi. Ular bizning rayonimizda yashaydigan insonlar. Ko'rishishni Italiya bilan qilyapsizlar, boshqalar bilan emas. Ichki ishlarimizga boshqalarni aralashtirmaymiz. Nemishqa xato ibora qo'llanasiz. Biz italiyalik emas, bundoq fikr qilmang. Biz bu yerda tug'ildik. Faqat Alloh rizosi uchun o'z onamiz tarafidan dunyoga kelgan. Ammo biz siz emas. Boshqa vakillar to'g'risida keyin paranglasak. Hozir yiziqchi bir narsami yo'q. Ko'rilgidekmi hech narsa yo'q. Ammo biz uni yozgan edik. İslamcı maktablarimiz bo'lishi kerak. Albatta. Albatta bo'ladi.
Ma'arif erkinligi. Maktablarimiz yangidan ochiladi. Xalqimga birdek milliy qo'g'dinish ta'min qilinishi kerak va parlamentimiz bo'lishi kerak. Parlament Rim bilan munosabatlik. Bu yerda talishishga bo'lmaydi. Bu masalani hal qilgan yer emas. Texi biroz burun oldingi shart yo'q degan edingiz-ku. Bu chidirda hamma narsa ochiq bo'lishi kerak edi. Hech qanday bir turli cheklash va shartlar qo'yilmasligi kerak. Hozircha mushundoq deb turayli. Parlament qurish taklifingizni yozib qo'yayli. Undaqda ostiga ilova qilib qo'ying. Sizlarning tapaninglar ostida qolgan, ishg'ol qilingan tuproqlar qaytirib beriladi. Agar o'rningizni men bo'lsam, ishg'ol so'zini ishlatmagan bo'lardim. O'rniga o'ltiraqlashish va terilg'i uchun ayrilgan yerlar deydim. Ya'ni ishiltish uchun ayrilgan tuproqlar. İtaliya tarafidan ishg'ol qilinsimi, 20 yil bo'lamdi, 40 yil bo'lamdi. Tuproq aman sahibiga qaytiriladi. Sizlar bilan nimishga urush qilamiz deb qoldinglar. Ammo yana tuziladigan bu kelishim emas. Cho'qim o'ltiroq joy ta'min qiladi. Bizning tuproqlarimiz ishg'ol ostida qoladi ekan, sizlar bilan urushga majburmiz. Majburmi? Shundaq, majburmiz. Ulug' kitobinglar urush qilishinglarga faqat ruxsat qilmaydi. Sizlar hargizmi g'alaba qilolmaysizlar. Hargizmi. Bizga dinimizni tushuntiryapsiz. Qur'on Karimdan hech kim shaklanmaydi. Buni bilib qiling. Bizni yurtimizdan qo'g'ilganlarga qarshi yurtimizni, oilamizni qo'dash Allohning nazridagi birinchi vazifamiz. Mencha azroq vaqt o'tsa yaxshi bo'ladi. Bizning oldirishimiz yo'q. Nimishqa ishni bundaq kayniga so'zlayversilar. Hazratlari, talablaringizni Rim imperiyasiga yetkazishimiz kerak. Aldığımızdaki yığında bularning javobini elib kelib, yangi takliflarda bo'lamiz. Shunisi aniqki, har ikki taraf endi qon to'kishni xohlamaydi. Bir İtaliyalik urushda aeroplanni tunji uchirgan. Qumliqda tankini tunji mang'uzgan. Tarix buni yozida unutib qolmanglar. Vaqtga ehtiyojimiz bor edi. Endi vaqt masalasini hal qildik. Endi tinchlikdan so'z olsak bo'ladi. Yaxshi bo'ldi. Birinci, Ömer Muhtar'ın adamları İtaliya komandanlarının buyruk astida iş qiladi. Davomlashtiring. Undaqda yaxshi. İkinci, İtaliya hükümeti bu adamlarga ta'minot beradi. Davomlashtiring. Bizning hukumatimizning bu kelishimdan burun jinoyat ishlaganlarni jazolash huquqi albatta bo'ladi. Ömer Muhtar'ın bu kishilarni qo'g'dash huquqi bo'lmaydi. Bu bir sharmandlikdan boshqa bir narsa emas. Albatta aniq taslimiyat. Tartishishga arzimaydigan moddalar. 4. madda İtaliya hükümeti Ömer Muhtar'a her ayda 50 ming berishga va uningga keng kushadi bir yurish uy berishni qabul qiladi.
Bunchalik ko'p narsaga loyiqmi men? Menga oyda 50 ming topqidek natija qozondimmi? Menga pora berish taklifini berish orqali menga haqorat qilyapsizlar. Ishni xato chekdinglar. Hazratlari, bu iltimosni men qildim. Rim emas. Par bilan qilchilik munosabati yo'q. Faqatla pensiyaringizni huzur ichida o'tkazishingiz uchun. Xalqim yig'ib olish lagerlarida ekan, men qandoqmi rohat yashay olayman? Bombardimon qiladigan, o't qo'yadigan generalingiz qayerda? Nimishqa bu yerga kelmadi? Oramizdagi kelishim tuzilgandan keyin general siz bilan mamnunlik bilan ko'rishidi. Generalingizni ko'rishni xohlamayman. Ko'rishni xohlaydiganim uning oqibati. Nimishqa hozirgacha askar avatishni to'xtatmaydi. Qayergacha bormoqchi? Suvsiz yagimi? 6000 bak suv. Onun ketken yeri Kufra. Sizlar azaldan tinchlik xohlamaydinglar. Vaqtni o'tmoqchi edinglar. Biz Gritisiyaning qarshida. Agar biz bilan kelishim hosil qilamisanlar, qabohatli bir urushga kirib qolib, yanjilib yo'q bo'lasizlar. Hukumatinglarning kuchini bilaman. Bizga tahdid qilayotgan ashu kuchinglarga qarshi 20 yil urush qildik. Va Allohning izni bilan oxirgacha qarshilik ko'rsatamiz. Natijaning mushundoq bo'lishini bilatdim. Aqlsizlar. Mushundoq bir qudratli qo'shin bilan tang tura olamiz deb o'ylaydi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kufra bo'lishi aniq. Minglagan askar. Nurg'un mashinalar. Hammasi kufra qarab ketyapti. Gretisiyani hech kimning qilinmag'ini qilmoqchi. Cho'lga tank akirdi. Ammo vaqt bizning tarafimizda. Gretisiyani janubga mengayotganda biz shimol tarafga hujum qilamiz. Uning diqqatini buraymiz. Kufra uchun uning bilan urush qilishimiz kerak. U yerga berib yo'qab ketgandan hozircha hayot qolganimiz yaxshi. Oilaning u yerda ekanligini bilamiz. Ammo kufrani qo'g'dash u yerda o'lmak deganlikdir. Men mengishim kerak. To'g'ri. Ma'masang bo'lmaydi.
Partlatışkı tayyor mu? Tayyor general. Undaqda küçüklarni ko'zitib qo'yinglar. Teğmen Sandrini, bombardıman qilish boshlansın. Oteçinglar! Oteçinglar! Endi ketinglar. Maldallah! Baş üstüge. Baş üstüge! Baş üstüge. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bütün qo'shin olg'a ilgirlisin. Tanklar oldida. Tez bulunlar tez. Tez.
Atican! Nima ish qilyapsizlar? Kondun Santaning buyrug'i. Arqaga chekinmaymiz. Urush qilib shahid bo'lamiz. Bo'lishya, tuz turish. Arqan qo'yirlish. Mengishya, bo'lishya. Tez bo'lish. Tuz turish. Tuz turish. Tuz. Etala! Mana bu küfra.
Dikkat! Bayrak çıkarılsın! Kufraning qo'ldan ketishi ko'nglimizni yara qildi. Janub tarafni to'sib qo'ydi. Harbiy mashinalarni birli yo'ldan o'tkazgili bo'ladi. Umu Misr chegarasi. Ularga bo'libmi ochliqlarga bek muhtojmiz. Yo'l İtalya maşinasının 3 kilovatıdı. Qancha deding? 3. 3 ak bayrak eslipti. Qani kelsin. Keyin davomlashtiramiz. Bazar başlığı El-Garyani. Bu yerden ötəlişimiz üçün İtaliya maşinisini işletişki mecbur bulduk. Hech bo'lmaganda ular haqliq edi. Siz bilan yolg'iz paranglashni xohlaymiz. Deməkçi boğanlarımızı başqalarının qeşidi diyemeymiz. Undaq bo'lsa, mağamı demanglar. Ömer, nemişki teslim bulmaysan? İtaliyalikler bilen asan kilişeleysen. Muhammed Rızasını bexatar yollar bilen memleket sırtığı çıkırıp koyuyordu. Bexatar yo'l, shundaqmi? Qayaga? Misrgami? To'g'ri. Shunda qarindishi bilan yo'shinishim uchun sen bu mamlakatda qolgan birla senosi. Ha, holingga qara. Buning holiga qaranglar. Mening odamlarimni urishdi. Öz menfaatlarini qo'g'dash uchun urushdi. Endi sen qaysi tarafda? Ömer Muxtar. İtaliya kapolat berdi. Undaq bo'lsa ular qitilgan. Bu devletni ular başqırıvadıdı dostum. Yo'q, mamlakatimizni kunduzi ular egilaydi. Biz Allohning yordami bilan kechish qaytirib olamiz. Ömer Muhtar, siz yalğız bu memleketni qo'ldan berib qo'ysangiz, bütün dünyadımı milletler arasında sizin gepinizni qilgan hech kim yo'q. Hech kim gepinizdan ağlamaydı. Bu urush xalqaroda bo'lmadi. Mening vatanimda bo'layotdi. Bu tuproqlarda. Ömer, bu urushda g'alaba qilamaysizlar. Quruq qo'l, qonxo'rlarga qarshi urush qilg'ili bo'lmaydi. Bolalarimiz uchun urush qilyapmiz. Ularga bir kelajak barpo qilish uchun. Lekin bolalar och, yig'ib olish lagerlarida hammasi o'lyapti. Sen urush qilib, qarshilik qilganing uchun o'lyapti. Shundoq. Ular urushning asiri, ammo hech biri menga xiyonat qilmaydi. Birisimi taslim bo'lishimizni talab qilmadi. Chunki menmi, ularmi biladi-ki, taslim bo'lsak, vatanga xiyonat qilgan bo'laman. Ömer, biz birli cho'ng bo'ldik. 70 yil burun ikkimiz bola edik. Yodingda bormi? Ha. Aniq esimda. Ammo hozir biz ikki tarafda. Sharaflik bir tinchlik barpo qilish uchun bu oxirgi fursatning bo'lib qoladi. Tuproqlarimizni egallayotdi. Uylarimizga o't qo'yotdi. Gunohsiz insonlarni o'ltiradi. Sen texetcha tinchlik tavotsan. Men ular bilan qilgan tinchlik bilan sharmanda bo'lmayman. Qaysam yaxshi bo'lg'idek. Shundoq, yaxshi bo'ldi. Endi qaytqin.
bu kim? Ha, aman. Hayatkensiz. Şundaq. Ömer Muhtar bilen billa. Sizga ko'p duo qilib turdim. İsmailni ko'rsangiz, xurjini uningga bering. Buni u bergandi. Oğlum. Canım oğlum. Canım oğlum. Oğlum. Cesur mıydı? Oğlum can meydanda cesur mıydı? Yeni kilemsiz? Ha. Ama vədi veremeyim. Boldu emni kitin. Dikkat! Ture, ornundan tur. Bu bala ağrık. Balan emas. Bunu dedim. Ture. Koyvet. Koyvet. Tağdaki asilaga yemeklik beriş ve yardım kılış bilen ayıplandыңlar. Bu kallık etadigan cinayetlerini kabul kılamsızlar. Demek cinayetinglarni kabul kılsızlar, şundaq mı? Sizlarga berilgan qaror o'limdir. Darg'a silib o'lisizlar.
Bugün şeref medalının ilgisi bolğanlığınız için ölüm buyruğu beriş şerefi sizge ait deymin. Yo'q. Nima dediniz? Vazifenizni o'rindaysiz deymin. Men qo'shinga ayollarni darg'ish uchun qaytilmadim efendim. Bo'pti amisa, palpomani, pollo. Taymin sandurini qo'lga ilindingiz. Allah'ım bizni kechirgin. Bugungacha bergan hayotliging uchun sana shukr qilish majburiyatimiz bor. Nemishga beralayman. Vazifani rad qilding. Buyruqqa itoatsizlik ig'ir jinoyat. Qo'mondonlar vijdondan so'z qilishga boshlaganda ishning oxiri qayerga boradiganligini belgilab bo'lmaydi. Davlat mahkamasida hesab berishga tayyorman efendim. Rasmo. Poloning yangi qahramonlaridan birini yo'qotishga texi tayyor emas. Davlat mahkamada oladigan huzuringni sana bermayman Andrey. Sana buyruqlarga qarshi chiqish emas, itoat qilishni o'rgat. Shundoq efendim. E'tiroz bildirsang bo'lmaydiganligini dedim. Davlatning ehtiyojlari kishining ehtiyojidan muhim. Qo'shinda askarning aqli o'zining emas. Shundoq efendim. Tağlarda urush qilish uchun Sarsani bilan birga ketsa, sana aktiv xizmat qilish fursati beraman. Tez bulunla! Tez bulunla! Ben iskilatni portlatib o'tay. Sizlar tankini portlatinglar. Buni isbotlayalamsa, bu tog'ning kendi tuzanlik bor. Muxtar uni bir fursat deb o'ylaydi. Chunki bu yerda tanklar ishga yaramaydi. Amaliyot uchun. Bu Muxtar o'ylagandek bo'lmaydi. Biz uningga yo'l qo'ymaymiz. Va g'alaba qozonamiz. Mana bu yer va buni yana biz kontrol qilib tank yo'li sifatida ishlatyapmiz. Qayeri mana bu yerda. Menimcha sizlar bu ishni qila olasizlar.
Bo'libmi sizlarni mono nuqtaga yerlashtirsak. Bizning nishonimiz Muxtar. Bu yerda gaz va uchoq ishlatmay ig'ir qurol qo'llanadi. Birinchidan, Muxtar mushu yo'l orqali g'arbga qarab 30 kilometr chekindi. Biz Muxtarga tanka va boshqa ig'ir qurol yaroq bilan hujum qilib, uni qistaymiz. U chaqda Muxtar hech nima qila olmaydi. Qani ularni yo'q qilib deydi. Bu qitim qachanmaydi. Oldi bilan ko'rikni olamiz. Tank mashinalarni orqaga o'tkazamiz. Zambiraklarni oldiga tizib, keyin ularni taslim bo'lishga istaymiz. Ko'rikni Muxtarning portlatishga urinmaganligiga hayron qoldim. U bir oddiy urushchi, sizlarga o'xshash askariy maktabda o'qimagan. Vaqt keldi. Yem tushni otamiz. Oldu ilgilanglar. Ko'rikni tekshiringlar. Askar, ko'rikni tekshiringlar.
Körükte mesele yokken. Sizler berip yanları körükni tekshiringlar. Ben bu yer saklap duray. General bek ehtiyatchan. Bizga fursat bermayotidi. Bu yemçük. Körükni partiltib o'tishimiz kerakdi. Mashinalarni to'xtatishimiz kerak. İşaret beringlar. Qara. Qara. Ko'rib turibsa. Chashqonlar erimchini ko'rsa, taqat qilolmaydi. Zembireşle itişik tayarlansın. Ot aç. Endi bütün qo'shinni avatdilar.
harakatga o'tdi. Qani mangayli. O ya qaranglar. Bu tozakyan. Başla. Yaxshi. Yaxshi. Voqea qoldi sizga. 1930-yili Rim imperiyasi.
Mening söyümlü generalim. Mening söyümlü generalim. Her halda şerifinizni men bilan o'rtoqlashishingizni umid qilaman. Duchan men. Siz nimani xohlasangiz biz shuni qilamiz. Siz bu yerga eng talaylik odam. Urushni qumliqdan tog'larga apardin. Qolgan dushmanlar usiga qochdi. Hozirgi vazifamizda ularni patingidan birma-bir tutib ola olamiz. Duchan bir narsa Bilaman. Bir masalanglar bor. Ularning taqqa kirib olishi sizlarni qiynayotdi. Urushqidek dushmanim yo'qdek ko'rinadi, ammo hujumlar to'xtab qolgani yo'q. Belgilik bir o'rni yo'q. Shuningga qarata bir tadbir olaman. Ammo davomli harakat qilmaydi, muqim yeri yo'q. Duchan, men bir plan bilan keldim. Nayt yaxshi amal topdim. Yenidan sim tortimi. Lekin efendim. Adrianus bu tamlarni vahşi insonlarni sirti tutish uchun ishlatgan edi. Men ichida tutish uchun ishildiman. Duchan, mening tavsiyalarim Liviyani sim tamlari bilan qo'rshimoq. Qumliqning o'tirsida o'tkilib bo'lmaydigan darajada sim tor bilan to'saq yasash. Aqdengizdan Liviyaning oyiqigacha. Düşmanlar Mısır'dan yana yordam alamaydi. Mısır'a ketishning oldini olaman. Tuğçem, neçe ming mil tikanliksem, bularga ishonishga bo'lamdi. Bu tor to'siqidan nemishqa ansiraysiz? O Adrianus to'siqi Rimliqlarning Angliyada, ya'ni 100 yil qilishiga to'hfa qo'shgan. Minglarcha tonna qoral, 2000dan ortiq askar, plan va harakatning oxirgi qismining amalga oshishi uchun 6 oy vaqt. Siz nima degan beg'am? O'zingizning xato fikri va harakat qilganingizni ko'rgingiz yo'q. Aldığımız tövgüde yeni to'xtam. Xeyli ko'p yo'qilyapti efendi. Nurg'un kishilar endi faqat yig'ilish lageridan yordam ola oladi. Lekin buni mi qurdimiz? Qanchalik pulimiz bor? 12. Bundaq ketiversa, ular bilan tosh ko'tarib urush qilgan ish chiqadi. Yana qanchalik bardoshlik bera olamiz? Qiyomatgacha. Bir oydan hech qanchalik o'tmadi. Tikanlik sim bilan jang qilyapmiz. Ro'yimiz tushkunlashsa, ular g'alaba qiladi. Faqat u vaqt to'g'ri, sim bizga ziyon selyotdi. Xuddi gelimizga bog'langandek. Ammo bizga nima bo'ladiganligini Gretsiyani emas, Alloh qaror berdi. Alloh. Bizning bularni talishib o'ltirgidek vaqtimiz yo'q. Allohning qudrati oldida sim nemati?
Ularning 8 million quroli bor. Bizning aram 1. Rahmat. Bu soğuqdan emas, topudan bo'layotidu. 22 yıl urush qildik. Bu tuproq. Yana shu tuproq. Nimishqa uxlamaysan? Qandaqmi uyqum kelsin? Men ko'zatchilik qilsam yaxshi bo'ladi. Çekin ola, çekin ola. Çekin ola, çekin ola. Sizlar ketinglar. Biz ularni tutib turaylik. Qaçanmaslık üçün putlarını bağlab aladı ekan. Bu özünü öldürüp eliş.
Kaçanlar! Bölünüp kaçanlar! Yo'q. Undaq qilma. Hey yigit. Arqonga qaytquchi bo'lma. Bu yoqdikam, bu yoqqa kelinglar. Asirga elindan qeri. Sen bunu atqın. O tarafta yanı bak, qarab beqinglar. Tez bol. Onu sen esir aldın. At. Yo'q. Sana onu öldür dedim kalva. O qayerda? Bu şu mu? Dal shu. Shundoq jazmlashtira olmayman. O dal Ömer Muxtar. Onu bu ahvolda ko'rib, ko'nglim bakli yerim bo'ldi. Nima deb bundaq deysiz? 20 yildan beri bizga bo'lgan isyonning boshlamchisi bu. Ömer Muxtar jasur bir odam. Uni hurmat qilishimiz kerak. Mencha o hurmatga loyiq bir kishi. Hurmat kim ha? Asli uni bu yerga so'rab elib kelish kerakdi. O'zingizni bismillah polkovnik. Men qipagidek bir ishingiz bormi? Yo'q. Ammo ozroq suv bersanglar, namoz o'qib, duo qilib olg'im bor. Albatta. Namoz o'qiganda zanjirlarni chiqarib olsanglar bo'lamdi. Bundaq qilishga qat'iy bo'lmaydi. Faqatla duo qilg'isi bor ekan. Qurolsiz urush uchun men bak qayrib ketdim. Zanjirni 1 soat bo'shitib o'tinglar. 1 soat mas'uliyatni ustingizga ola olamsiz. Shundoq. So'ykilinglar.
Rahmat. Yo'q. Kerak yo'q. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber. Sizni ko'rish uchun dahjat tortdik. Endi siz ozroq saqlang. Sizden bir narsa so'rayman. Nimishki buncha uzun vaqt qarshilik ko'rsatdingiz? Bunchalik qarshilik bilan bizni Liviyadan qo'g'layamaydiganligingizni o'ylamagansiz. Sizlar bilan urush qildik. Bizga bu yetarlik. Mamlakatingizning vayron bo'lishiga parvo qilmadingiz. Vatanimni vayron qilgan sizlar, agar sizning vataningiz ishg'ol qilinsa, qanday qilardingiz? Qilgan hujumlaringizning bizga qanday ko'ringanini bilamsiz. O'ylab baqdingizmi? Hujumlar, kechi jinoyatlari,
Kunduzdagi hiligarliklar, isyonkorliklar. Bizning tuproqlarimizni xohlaydiganlar. Liviya sizlarning davlatinglar emas. Bu yerda haqqinglar yo'q. Bir g'irish tuproqdimi? Sizlarga buni bildirib qo'ymoqchi edik. İtaliyaning boshqa davlatlarga o'xshash haqqi bor. Angliyaning Misrda haqqi bor. Fransiyaning Tunis va Jazoirda, Ispaniyaning Pasta. İtaliya bu davlatlardan alayda farqlanib turadi. Bu yerda net 100 yillik qon tarimiz bor. Yaqinda hamma narsamni olasizlar. Yanala o'zinglarni haqli ko'rsatishga tirishyapsizlar. Hech bir davlatning boshqa bir davlatni ishg'ol qiladigan haqqi yo'q. Biz faqatla bu yerga qaytib keldik. Hech kim bizni inkor qila olmaydi. Bu pulning ustidagi vaqtni o'qing. Liviyada Sezar zamonasida besilgan. Yunan, Osmaniya davlatidimi topalaysiz. Liviyaning har bir yerida bor. Cho'lda, qumliq, ko'miklik. Unutib qolg'ili tas qapdimi? Siz neyibku deyman, shundaq-ku. Bu sizning ko'zoyninginiz. Buni menga ip kelganda, sizningmi uzunga qamay keladiganligingizni bilgan edim. Ko'zoynigimmi? Menmi sizning asiringiz? Ko'zingiz yaxshi ko'rmaydi. Qaytirib olsangiz bo'ladi. Mana iling. Shundoq, buning g'alati bir o'tmishi bor. Bugun buni berib, jiq bir narsa elishga urinmanglar. Pulinglarmi, shuhratinglardek mangulik bo'lmaydi. Men sizning o'tmishingizga hurmat qilaman. Sizlarmi bizning o'tmishimizga hurmat qilishinglar kerak. Bizningmi fan matematika tibobatda shalliq o'tmishimiz bor. Sizlarning qorong'ulik yillaringlarda dunyoga ilm bilan biz yo'l ko'rsatgan. Odamlaringizning taslim bo'lishi uchun qancha kun ketadi? Biz hargiz taslim bo'lmaymiz. Ya g'alaba qilamiz, ya o'limiz. Urush Umar Muxtarning o'limi bilan tugaydi deb qolmang. Bizning keyingi avlodlarimiz bilanmi urush qilasizlar? Uningdan keyingilar bilanmi? Menga kelsak, men jallodlarimdan uzun yashayman. Nimaga asosan darg'a osadiganligimizni o'ylab qoldingiz? Ya'ni hayot qilishingiz menga texmo foyda kelishi mumkin. Sizni darg'a ossam, o'z qo'lim bilan sizni qahramon qilgan bo'laman. Albatta, siz hozir oddiy bir o'rnak. Menga faqat Allohning bergan qarorini o'rlay olasiz. Zanjirlar sizni qiynab qo'ydimi? Yo'q. Meni haqqoniyat qiynayotdi. Shundaqmi? Bilamsiz, doim o'ylaydim. Siz va men ikki ashaddiy dushman. Mushunda qarama qarshi o'ltirib, xuddi sizlarga o'xshash. General, men Umar Muxtar sizga sizlarning qalbisini berolmayman. Uzun vaqtdan beri peyimizdiman. Bir-birimizni yaxshi taniydiganligimizni ko'zda tutishimiz kerak. Tinchlik uchun. Kuch qazoq bo'ladi. Bu tinchlik bugun boshlamda. Hayotingizni saqlab qolishni nima xohlamaysiz? Men qila olmayman. Bir ishorat bilan. Men sizga nima beraman? Birga ishlaymiz, ha? Yo'q. Yo'q.
Kelishish uchun dahli kechikdingiz Ömer Muhtar. Dahli kechikdingiz. Men sizdan hayotimni saqlab qolishingizni talab qilmadim. Butun dunyoga mening sizdan bundaq bir talabni qilmaganligimni hargiz demang. Yo'q, bunda qilmayman. Siz to'g'riliq yolg'on so'zlamayman. Siz bir jasur odamsiz. Bu jasurligingizni atma saqlab kelishingizni umid qilaman. Adolatingizning arg'amchisi har vaqt oldimda planlayotdi general. Rasmga tortinglar. Dushmanlarimni hujjat bilan ta'minlashni xohlayman. Mahkama boshlig'iga hamma odamning oldida ezilishi kerakligini ayting. Xalqi u yerda bo'lishi kerak. Ömer Muhtar, davlatimizning qonuniy hukumatiga qarshi isyon qilish bilan ayblanyapsiz. Qancha yoshga kirdingiz? 73 ga. Liviyadagi Italiya hukumatiga qarshi urush qilgan qo'shinning bosh qo'mondoni siz, shundaqmi? Shundaq. İtaliya askarlariga qarshi hujumga siz boshlamchi bo'lganmi? Shundaq. Siz qancha yildan beri biz italiyaliklar bilan urush qilyapsiz? 20 yildan beri. Qancha qitim urushga qo'mondonlik qildingiz? Sonini esleyemeyman. İtaliya askarlarini qiyin qisloq orqali o'ltirishni buyruq qildingizmi? Yo'q. Qat'iy. Qo'lingizda qurol bilan tutilib qoldingizmi? Shundoq. Men bir İtaliya askeri. Urush meydanida uning düşmeni. Ammo hozir bu yerda uni aqlash uchun turyapman. Yaşangan bir ekansiz. Bu yerdagi hammanglardan yeshingiz cho'ng. Shuning uchun ko'p savol so'rab sizni bearam qilmayman. İtaliya hukumatiga bo'yin egdingizmi? Yo'q. İtaliya hukumatidan yaxshi yashash uchun pul pichak va yoki boshqa xarajat oldingizmi? Olmadim. Hargiz. Ömer Muhtarning hech bir vaqt bizga bo'yin egmaganligiga diqqat qilishingizni umid qilaman. Bizdan maxsus xarajat olmabdi. Hech bir vaqt hukumatimizning bu tuproqdagi boshqarish haqqini to'nimabdi. Bu sababdan huquq va mantiqqa asosan
isyonchi sifatida sotlansa bo'lmaydi. 20 yil urush qilib, Ömer Muxtarni tutib olgandan keyin o'zimizni yo'qotib qo'ydik. Bunga nachar bir isyonkardek emas, urush asriga o'xshash muomala qilishga majburmiz. Bu oljib qoldi. Bundan Tinch. Mahkamada tekshirishni talab qilaman. 105 Montano. Sizga bu isyonchini vatan xoini sifatida muomala qilishingiz buyruq qilindi. Sizga berilgan huquqni qalaymaqon ishlatdingiz. Montano. Ömer Muxtar, haqqingizda berilgan qaror ma'lum bir yerda dorg'a isilish. Ata Sulush shahrida 1931-yili 9-oyning 16-kuni soat 11da hukm ijro qilinadi. Fashizm davrining 9-yili. Bizni Alloh yaratdi va yana uningga qaytimiz. Tripolyana Çirene hükümeti namıga Benghazi askar mahkemesi tarafidan faşizm davrinin 9-yili 9 ayının 9 günü berilgen kararnamıga asasen bu cezanı icra kılınmaz. Ömer Muxtar, Pollonik İtalya hükümeti karşı devamlılık isyandan ve vatan hainliğinden delil ispat bilen eyüplendiniz. Mahkemenin kararı umumi bir yerde dargı isiş. Cezayınız hazırının özüde icra kılıdı.
Allah'ım, düşmanlarım tərəfindən öldürüldüğüm üçün sana çəksiz şükürlər bolsun. Asla teslim bo'lmaymiz. Ya g'alaba qilamiz, ya shahid bo'lamiz. Bizdan keyingi avlodimiz bilanmi urush qilasizlar. Ulardan keyingilar bilanmi? Menga kelsak, men jallodlarimdan uzun yashayman.